Sen ko'rishlaringiz mumkin. Agat orasi hozir 40-45 santimetrgacha chop qiladi akalar. Frezasini tashqarisigacha 45 santimetr. Bu degani 60-70 agatlarga bemalol chop qilib ishlab beradi. Mana akalar, ko'pchilik akalarimiz so'ragan mini kultivator apparatlarimiz. Hozir ishlash jarayonlarini ko'rib borganlaringizdek, bemalol qator oralarini yumshatishda, agatlarni orishda va kultivatsiya qilish uchun eng qulay va eng kichik bo'lgan mini kultivator apparatlar bo'ladi akalar. Hozir endi bu mini kultivatsiya apparatlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Hozirgi paytda bizning do'konlarimizda bu mini kultivator apparatlarda 3 ot kuchli, 5 ot kuchli va 5 ot kuchli benziniga avtol qo'shiladigan oddiy variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Hozirgi paytda bu mini kultivator apparatlarimizni yer maydoni 1 sotikdan boshlab 20 sotikgacha bo'lgan xo'jalikka olib ishlatish uchun mana shunday mini kultivator apparatlardan olib foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, bu mini kultivatsiya apparatlarimizni bir-biridan o'zi nima farqlari bor va qulayliklari nimada deb so'ragan akalarimiz uchun birma-bir ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Birinchida turgan mini kultivator apparatimiz 3 ot kuchli varianti hisoblanadi. Bu 3 ot kuchli deyishimizga sabab motorlari oddiy o't o'radigan kasilka motordan bo'ladi akalar. Benziniga litriga 35-40 grammgacha avtol qo'shib ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bu mini kultivatsiya apparatimizni ishlash prinsipi yurgizish joylari zavodnoy orqali yarimta tortmada yuradi. Bu mini kultivatsiya apparatimizda vozdukhlarigacha tepaga qo'yib ishlangan. Hozir guvoh bo'lganingizdek, chang joyda ishlaganni hisobiga toza havoni tepadan olishligi uchun vozdukhlari tepaga o'rnatilgan bo'ladi. Soatiga 100 grammdan boshlab 250 grammgacha benzin rasxod qiladi akalar. Faqatgina 15 minut ishlatib 20 minut dam berish kerak bo'ladi. Bu mini kultivatsiya apparatimizni 3 ot kuchli varianti. Frezalari 4 qatorli bo'ladi. Qator oralarga yurib ishlash uchun 50, 60, 70 agat oralarini bemalol kultivatsiya qila oladi va jo'yaklarni olish uchun bemalol agat oladiganlardan ham qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Og'irliklari 20 kilogrammli bo'ladi akalar. Yosh katta odamlar ham bemalol boshqarish imkoniyati bor. Rollarni ko'tarib, pastga, tepaga qilib foydalanishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, faqatgina quvvati pastligi uchun akalar 15 minut ishlatib 20 minut dam berish kerak bo'ladi akalar. Shu joylariga ahamiyat berib, mini kultivatsiya apparat tanlayotganingizda ot kuchi va quvvatiga qarab olishlaringizni tavsiya beramiz. Xo'p, agarda sizga 3 ot kuchli varianti emas, 5 ot kuchli benziniga avtol qo'shiladigan variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, bundan ko'ra salgina quvvati balandroq modeli hisoblanadi. Faqatgina bunga ham benziniga avtol qo'shib ishlatilinadi. Bu mini kultivatsiya apparatimizda yurgizish joylari bunda ham zavodnoy orqali yarimta tortmada yuradi. Motorlari mana shu o't o'radigan kasilkani motorini usulinli qilib tayyorlanib kelgan varianti hisoblanadi. Bu mini kultivatsiya apparatimizda soatiga 200 grammdan 250-300 grammgacha benzin rasxod qiladi. Bunga benziniga litriga 40 grammgacha avtol qo'shib ishlatilinadi akalar. Xo'p, bularda ham vozdukhlari tepaga qo'yib ishlangan. Bularda akalar оборотda hisobiga ishlaydi, skorost bo'lmaydi akalar. Mana shu gaz knopkani bosadigan bo'lsangiz, оборот qo'shilganlik hisobiga freza aylanadi. Agarda gazni qaytaradigan bo'lsangiz, joyida avtomatik to'xtab qoladi. Bu mini kultivator apparatimizda reduktorlari ham kattaroq reduktorlardan ishlangan bo'ladi. Frezalari 4 qatorli, qalin pichoqlardan qo'yilgan bo'ladi. Pichoqlarni bemalol katta kichik qilib foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Oldida dugalar bilan jihozlangan bu mini kultivator apparatimizga hozirgi paytda 6 oygacha garantiyalargacha qilib beramiz. Bu mini kultivatsiya apparatimizni 5 ot kuchli benziniga avtol qo'shiladigan varianti. Agarda sizga bundan ham baquvvatroq modeli kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytda 5 ot kuchli benziniga avtol qo'shilmaydigan karterli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu bir-biridan farqlari akalar, buni soatiga yarim
soatdan boshlab 1 soat, 1,5 soatgacha ishlatish imkoniyatingiz bor. Agarda kattaroq yer maydoningiz bo'ladigan bo'lsa, 1 soatdan boshlab 2,5 soatgacha bemalol foydalanish uchun mo'ljallangan, ancha-munchaga qizib ketmaydigan karterli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, bu mini kultivator apparatlarimizni aytib o'tganimdek, xo'p 5 sotikdan 15 sotikgacha bo'lgan yer maydonlaringizga bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. Narxlari tomonlama ham budjetli variantdan chiqqan ekanlar. Narxlari ham arzon narxlarda. Xo'p, agarda bundan ham baquvvatroq variant kerak bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimdek, benziniga avtol qo'shilmaydigan, benzin boklari ham katta benzin boklardan, yurgizish joylari bunday ham zavodni orqali va vozdухni filtrlari ham maslinli variantidan bo'ladi. Xo'p, bu mini kultivator apparatimizni bularga qaraganda rollari uzunroq bo'ladi. Boshqarish uchun juda ham qulay. Yosh katta otaxonlar, onaxonlar ham bemalol boshqarish imkoniyati bor. Ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan akalarimizdan bittagina olib bemalol foydalanishlari mumkin. Reduktorlari tomonlama ham katta reduktorlardan ishlangan bo'ladi. Bunga nisbatan reduktorlari kattaroq reduktordan qo'yilgan bo'ladi. Frezalari 4 qatorli qalin pichoqlardan qo'yilgan. Bularda ham 50, 60, 70 agat oralariga bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Orqasiga mana shunday bittagina joyga oladigan qo'yib oladigan bo'lsangiz, qator oralarini yumshatib, bir yo'li agatini ham olib ketish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Yetalab yurish uchun hammasida o'zini zavodskiy balonlari chiqadi, faqatgina yetalab yurish uchun. Xo'p, bu mini kultivator apparatimizni 5 ot kuchli karterli benziniga avtol qo'shilmaydigan varianti. Bu mini kultivator apparatimiz soatiga 200 gram benzin rasxod qiladi. Juda ham ekonomik qilib ishlangan. Bularda benziniga avtol qo'shilmasligining sababi karteriga moy quyib ishlatilinadi akalar. Zapchasi tomonlama ham hammasini zapchaslari bor. Faqatgina ishlash prinsipi tomonlama o'zingizga qulay variantini tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Agarda arzonchiroq variantdan olaman desangiz, hozirgi paytda 3 ot kuchli variantlarini 1,5 million so'mdan qilib beryapmiz. Bemalol kelib bulardan ham sotib olishlaringiz mumkin. Faqatgina aytib o'tganimdek, qizdirib qo'ymasdan ozroq muddatda ishlatishlaringiz mumkin. Agarda sizga benziniga avtol qo'shiladigan mana shundan salgina baquvvatroq modellari kerak bo'lsa, hozirgi paytda 2,2 million so'mdan boshlab akalar 2,8 million so'mgacha mana shu turdagi variantlardan ham olishlaringiz mumkin. Agarda eng baquvvati va eng zo'rini olaman deydigan bo'lsangiz, karterli variantlarini hozirgi paytda komplektiga bitta joyga oladiganlargacha qo'shib beramiz. Narxlari eng usulli variantlari 3,2 million so'mgacha chiqadi. Aytib o'tilgan narxlardan albatta tushirib, kelishtirib beramiz. Faqatgina videolarga like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Bizning do'konlarimizda faqatgina mini kultivator apparatlari emas, boshqa turdagi motovoylardan ham sotib olishlaringiz mumkin. Vibr juda ham ko'p. Bemalol kelib, tanlab, o'zingizga yoqqanini tanlab olishlaringiz mumkin. Bizi manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro Servis do'koni. Akalar, aldanib qolmanglar. Atrofda mana shu mini kultivator apparatlarda ham shunaqa ma'lumotlarni tanishtirmasdan ham mini kultivator so'ragan odamlar uchun boshqa 3 ot kuchli va oddiy 5 ot kuchli benziniga avtol qo'shiladigan yoki-da karterli variantlarni ham arzonchiroq modellarni ham qimmat narxlarda sotib olishyapti, lekin bizning do'konlarimizdan kelib bemalol xohlagan variantingizdan tanlab olish imkoniyatingiz bor. Shunisiga akalar, xudo xolasa garantiyalargacha qilib beramiz akalar. Video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Mini kultivator olaman deb kelganingizda, xudo xolasa, mini kultivatorlarimiz uchun skidkalarni qilib beramiz akalar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.